So'nggi yillarda mamlakatimizda uloq ko'pkari sport turini yanada rivojlantirish, uni kengroq ommalashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunda ayniqsa o'tkazilayotgan turli darajadagi chempionat va birinchiliklar muhim ahamiyat kasb etadi. Aytish lozim, belgilangan reja asosida shu kecha kunduzda Buxoro viloyati ham yana bir nufuzli xalqaro turnirga mezbonlik qilmoqda. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Buxoro viloyatida ham so'nggi yillarda uloq ko'pkari sportiga bo'lgan qiziqish tobora ortib boryapti. Ayniqsa Milliy gvardiya tasarrufidagi chavandozlar maktabi tashkil qilinishi bu boradagi ishlar ko'lamini yanada kengaytirdi. Qisqa vaqt ichida viloyatda bu yo'nalishda ham polvonlar safi ortdi. Zotdor otlar parvarishiga alohida ahamiyat berilmoqda. Shunday bo'lsa kerak, mamlakatimizda o'tkazilishi an'ana tusini olgan Xalqaro uloq ko'pkari turnirining navbatdagisiga Buxoro mezbon sifatida tanlandi. Aytish lozim, mazkur turnirda mamlakatimiz vakillaridan tashqari Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi, Xitoy davlatlaridan kelgan eng kuchli jamoalar g'oliblik uchun bahs olib borishdi. Uloq ko'pkaridan xalqaro turnir o'tib жатыр, o'ta jo'g'ori dengayda o'tib жатыр. Uloq ko'pkari turniri bellashuvlari juda yuqori darajada bo'lib o'tyapti. Biz bugun Buxoroda tashkillashtirilgan musobaqaga asosan yosh tarkibni olib kelganmiz. 36 nafar ishtirokchining o'rtacha yoshi 24-25 yosh atrofida. Nimaga bunday tarkib bilan kelganmiz? Bu avvalo ularning tajribasi ortishiga xizmat qiladi. Ikkinchidan, chavandozlar o'rtasida o'zaro do'stona muhit shakllanadi. Muhimi shu, bu yerda biz qandaydir natijani qo'lga kiritish uchun emas, balki mamlakatlar o'rtasida do'stlikni yanada mustahkamlashni maqsad qilib tashrif buyurganmiz. Fursatdan foydalanib, tashkilotchilarga minnatdorchilik bildirib qolaman. Sport vazirligi, Milliy gvardiya hamda O'zbekiston uloq ko'pkari federatsiyasi tomonidan 5-bor o'tkazilayotgan xalqaro birinchilik bugun 100 dan ortiq chavandozlarni bir davraga jamladi. Bu galgi turnirda ham asosiy e'tibor milliy qadriyatlarimizni keng targ'ib qilish, ot sporti an'analarini rivojlantirish, uloq ko'pkari yo'nalishidagi xalqaro hamkorlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan. Shuningdek, barcha jamoalarning bellashuvlarda qorabayir zotli otlar bilan ishtirok etayotgani ham e'tiborga molik. Qiziqarli tomoni, bahslarni nafaqat mahalliy muxlislar, balki xorijlik sayyohlar ham katta qiziqish bilan kuzatib borishdi. Biz yurtingizga oilamiz bilan keldik. Ayolim, 2 farzandim va ukam. Men bolaligimdan O'zbekistonga kelishni orzu qilgan edim. Ayniqsa, Buyuk Ipak yo'lida joylashgan yurtingiz. Bu juda katta tarix va bu meni doim hayratga soladi. Shuningdek, insonlar juda samimiy va do'stona. Ovqatlari ham juda mazali. Musobaqaga keladigan bo'lsam, men ilgari televizorda ot sportini tomosha qilganman, ammo hozir yurtingizda buni jonli kuzatib boryapman. Bu ham menga juda yoqayapti. Menda ham ot bor. Men ham otlarga qiziqaman, lekin bu musobaqada ishtirok etayotgan otlar juda tezkor va baquvvat ekan. Musobaqaning so'nggi kuni chinakam bayramga aylanib ketdi. Shu kuni chavandozlar maktabida arqon tortish, kurash kabi milliy o'yinlarimiz, shuningdek bir qator hunarmandchilik ko'rgazmalari ham namoyish etildi. Shundan so'ng hal qiluvchi final o'yiniga start berildi. Unda qo'shni Qozog'iston va Qirg'iziston Respublikasi sportchilari o'zaro bellashdilar. Yakunda esa g'oliblikni Qozog'iston terma jamoasi qo'lga kiritib, bosh sovringa ega chiqdi. Yakuniy o'yin nihoyasiga yetgach, xalqaro turnirning taqdirlash marosimi ham bo'lib o'tdi. Unda sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritgan chavandozlarga medal, kubok va mukofot pullari tantanali tarzda topshirildi.